Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'zimni har kunlik makiyajim bo'lishmoqchiman. Hozir yuzimga krem surtab, pudra surtab oldim. Endi hozir qoshimizga qalam surtib olamiz. Birinchi bo'lib qalamimni qoshimga surtamiz. Mani qoshim qalin bo'lganligi uchun ko'p surtmaymiz. Kechirasizlar, ba'zida shunaqa chiqib ham ketadi. Endi podvodkamizni olib, men har doim jigarrang rangidan foydalanaman. Shuning uchun o'zimiz eng yoqtirgan rangini surtab olamiz. Shunaqa chiqib ham ketib qolyapti. Birinchi men pomadadan oldin kontur surib olaman. Endi konturni chiroyli qilib labimizga surtamiz. Ana, endi hozir pomadamni surtamiz. Ba'zida topolmay ham qolaman. Qayerga surtayotgan? Ozgina marfushinkaga o'xshab highlighter surib olamiz. Menda bugun shunaqa rozovey chiroyli qilib olamiz cho'tkichkamizga. Endi surtaymiz. Ko'rdinglarmi qanaqa chiroyli bo'ldim? Ikkinchi tomonimizga ham surtib olamiz. Juda ham chiroyli. Mana bugungi makiyajimiz tayyor bo'ldi. O'z izohlaringizni yozib qoldiring kommentariyalarda. Sizlarni yaxshi ko'raman.